Assalomu alaykum akvarium ishqibozlari, Ismoil akvariumlari kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xolasa Andijonga Ismoiljondan baliqlar chiqib ketyapti. 28 ta baliq, 7 xil turda, 4 ta donadan. Hop, bu yerda delfin, leopard, five color, orxideya, red, hop, red rubin, hop, vasilyok, undan tashqari yana nima? Mana xullas 7 xil baliq bo'ldi. Mavlana ham bor. Mavlana 7 xil baliq 4 ta donadan 28 ta hozir upakovka qilib, xudo xolasa o'rab, chirmab taksiga berib yuboramiz. Hop, Andijonga baliqlarimiz mana upakovka qilindi. Har doim uzoq yo'lga chiqarilayotganda svejий suv quyish kerak deyman. Undan tashqari paketda iloji boricha 3 dan 1iga suv, qolganiga kislorod uriladi. O'shanda maksimalni uzoq yo'lga baliqlar yurib beradi. Xudo xolasa, o'zi akamlar bilan 26 ta baliq kelishganmiz, lekin 26 ta 3-4 sm kelishuvdik. Lekin bu yerda 4-5 la qilib berdim. Qo'limdan kelgancha kattaroqlarni hamda 26 ta emas, 28 ta baliq bo'ldi. 7 xil turdagi baliq 4 tadan qilib bera qoldim. Akamlar yaxshiligiga boqsinlar, xudo xolasa. Hop, baliqlarni bugun olib ketishlarini menga ogohlantirmagandilar. Men bilmadim. O'shaning uchun baliqlarni yaxshilab ovqatlantirib boqib qo'ygan edim. Hammasi qorin ishib yotibdi. Bular yo'lda axlat chiqarib, kakasiga zaharlanib qolmasin deb Biokonok 3 dan hop, butun akvariumni tomizdim. Buni o'ziga qilmadim. Sababi konsentratsiya oshib ketmasligi uchun butun akvariumni tomizib yorib, shuni o'zini suvidan olib qo'ydim. Bu nima qiladi? Zaharlanib qolib, ustida terisi qichinishlari, o'sha narsa toshishlari, dumi chirishlarini, og'zi chirishlarini oldini oladi. Xudo xolasa mana Biokonok bilan dezinfeksiya qilib, xuddi Tailanddan O'zbekistonga keladigandagi sharoitini qilib qo'yamiz. Endi sababini qilib qo'yish kerak, chunki men bilmadim. O'shaning uchun ertalabdan ovqatlantirgandim. Hozir borguncha bular rosa kaka qiladi. O'shaning uchun kakasiga zaharlanib qolmasin deb shunaqa dorilab jo'nataman. Hop, paketni o'zi Xitoy paketi. Mana paketda ham aytib ketdik. Mana bu Toshkent paket, bu Xitoy paket. Bu 3000 so'm tursa, bu 5000 so'm turadi. Viloyatlarga mana shunaqa baqvat paketni ustiga yana bir qavat qilib jo'nataman. Xudo xolasa egalariga buyursin. Hozir buni yana bitta paketga qo'yib, sintefonga o'rab jo'natamiz. Hop, 2 qavat paketga qo'yildi. Undan tashqari sintefonga qalin qilib o'raldi. Xudo xolasa telefon nomerlarini yozib qo'ydim. O'zi shoperda bo'ladi-yu, baribir ehtiyot shart yozib qo'ydim. Mana tayyor bo'ldi. Hozir mana shu paketiga solamiz, bo'ldi. Mashinaga kelib berib yuboramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kimga baliqlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar.